Poytaxtimizdagi muhtasham Humo Arena majmuasida bolalar guruhi o'zining 35 yillik yubiley konsert dasturini taqdim etdi. Ushbu kecha nafaqat san'atkor uchun, balki uni yillar davomida ardoqlagan muxlislar uchun ham unutilmas lahzalarni tuhfa eta oldi. Konsert dasturida san'atkorning ijodiy yo'lini bezagan eng yorqin sahnalar qayta jonlandi. Muddatlariga zo'r ko'rinishlari ham, ashulalar ham o'sha dovyirli, o'sha jonkuyarli, o'sha ashulalar zo'r. O'z muxlislari bilan ulg'aygan ijodkorlar, xalqimizning sevimli guruhi bolalar 35 yoshda ayni shu sana munosabati bilan poytaxtimizda joylashgan Humo Arena majmuasida yubiley konsert dasturi taqdim etilmoqda. E'tiborlisi musiqiy oqshomda yosh ijodkorlar ham sahnada o'z imkoniyatlarini namoyish etdi. Biz esa fursatdan foydalanib Tohir Sodiqovga yuzlandik. Bugun 35 yilligi bolalarni himoya qilish kuni. Shuning uchun nastroyni yaxshi qilamiz. Hozir bizani yana muxlislarimizni juda ham ko'pdan ko'p shlager qo'shiqlar kutmoqda. Yangi qo'shiqlar ham bor. Shuning uchun kelganlarga hammasiga katta rahmat. Sizlarning telekanalingizga omad, sihat, salomatlik, hammasi yaxshi bo'lishini tilakdoshimiz. Sevimli taronalar kuylangan go'zal oqshomda muxlislar yana bir bor yoshlikning eng go'zal damlarini xotirlagan bo'lsa, ajab emas. Men hurmat qiladigan jihatim Tohir Sodiqov ijodida. Tohir aka hozirgacha qo'shiqlarini o'shanda qanaqa mehr bilan qanaqa yonib aytgan bo'lsalar, hozir ham xuddi shunaqa aytildi. Ya'ni ba'zan bo'ladi, qo'shiq birinchi marta eshitganingizda boshqacha aytilgan, keyinchalik eshitsangiz boshqacharoq aytiladigan. Yo'q, hozir mana zalda ko'rishingiz mumkin. 10 mingdan ortiq odam baravar qo'shilishib kuylayapti. Bu atmosfera har yil o'zgacha bo'lsa ham, lekin kayfiyat har yil bir xil. Zo'r. Nigorel Murodova, Farruxot Bosarov, Abdulloh Sultonxo'jayev Zamon informatsion dasturi uchun.